Namangan ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi xalq cholg'ulari bo'limining o'quvchilaridan tashkil topgan Nihol ansambli. O'quvchilarimizni mana shu bugungi jonli ijroda sizlarga havola etilgan bizning mehnatimiz. Albatta. Ansambl rahbari Mamadaliyev Rafiqjon ustozimiz yosh, kuch-quvvatga to'la. Mana shu iqtidorlik o'quvchilarni bir yerga jamlab Nihol ansamblini tashkil etdik. Sizlar faoliyat olib borayotgan maktabda shu darajada o'zini sohasini yaxshi ko'radigan fidoyi insonlar. Fidoyilar. Qarang, qancha kelishganiga 3 soatcha vaqt bo'ldi, 4 soat. Lekin mana shu bitta kichkinagina detal uchun yoki bo'lmasa o'quvchilarni qo'llab-quvvatlab turish uchun o'qituvchi vaqt topayapti. Bu juda albatta faxrlanarli jihat. Sharq xalqlarini har bitta millatda, har bir davlatning o'zining milliy tili, milliy madaniyati bor, milliy musiqasi bor. Shu ohangni eshitganingizda xayolan kerak bo'lsa Afg'onistonga, kerak bo'lsa Turkiyaga ketasiz. Xayolan o'sha ohangni eshitganda. Masofa tanlamaydi, millat tanlamaydi, din tanlamaydi, ohang birlashtiradi. Ohang bu garmoniya, uyg'unlik, mutanosiblik. Go'zal suhbat uchun va ajoyib konsert dasturi uchun yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Salomat bo'ling.